حبيبي يا طه يا مقام المتاهة غيرت الدنيا في عينينا بالليلة وضحاها. Xohlasa Madinaga yo'l oldik inshaalloh. Ilohim Alloh xayrli qilsin. Hozirda o'sha hayajon bo'lyapti menda. Menda hayajon yo'q. Menda bor. Menda yo'q. Menda juda ham xotirjamman. Men ham xotirjamman, baribir. Xudo xolasa. Hayajonda qanaqadir yuragi boshqacha bo'lyapti odam. Hamma bolalarimiz baxtli bo'lsin. Ikkita tamanimni ham Allohning baxtini bersin, tanjonini sog' qilsin, bir-biridan kam qilmasin. Hamma o'ylagan yaxshi niyatlariga Allohning o'zi yetkazsin. Kutganidan ham a'losini bersin. Aka-ukalarni ham tanjonligini sog' qilsin, oila ahilligini salomat qilsin ilohim. O'ylagan niyatlariga o'zi yetkazsin. Hozir uchib ketamiz Madinaga. Bu yerda mana posadkaga tayyorlanishyapti, уже o'tkazishyapti. Odam ko'p, biz ungacha o'tirib turibmiz, kutib turamiz. Sal bo'shasa yana keyin o'tamiz dedik. Пока что mana o'tirishibdi. بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري. Barnoyim tinch bo'lgin. Va alaykum assalom, assalom. Xudo xolis uchamiz endi hozir. Bo'ldi, assalom. Yaxshi qolinglar. Rahmat. Biz mana samolyotga chiqdik. Hozir endi tushib kutyapmiz, hamma o'tirib oldi. Xudo xolisa, odamlar, bolalar bilan ketamiz. Menimcha har bitta farzand orzu qiladigan bo'lsa kerak bu poyezdka. Keyingisida ko'pchiliklashib kelishimiz nasib etsin. Akalarim bilan, Amakilarim, aka-ukam, kelinimlar, dilbarim olib kelgim keladi. Xudo xolisa. غيري يختاري كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختاري كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض عليك الله نعمته Mana biz otelga hozir keldik. Kirganda unaqa finik berishdi, bitta odamlar menga berdilar. Keyin bossaxonaga chiqib, narsalarimizni tashlab, yana pastga tushdik. 365-darvozadan Masjid al-Nabaviyga kirib, xufton namozini o'qib oldik. Masjiddan chiqib, o'sha kunda sim kartalar oldik, keyin otelga qaytib keldik. Madinaga kelgandan keyin birinchi 2 kun do'shim qanaqadir chiqmay qoldi. Mana shu videoda ham sezsa bo'ladi. Do'shim zo'rg'a chiqayotganda. Qalay kuninglar? Chutki. Bu rostdan ham baraka ekan. Qadamim 37 ming bo'lib ketdi. Oyoq kiyimga salabam berishdi. Boshqa hoja keladi ham. Juma namoziga vaqtliroq chiqish kerak deyishdi. O'shaning uchun vaqtliroqdan harakat qilib, masjidning ichiga kirib, onamlar bilan birgalikda juma namozini o'qish nasib qildi. Allohu akbar, Allohu akbar. Opamlar bilan asr o'qigan ketyapmiz. Adamlar Masjid al-Nabaviyga ketdilar, Ravzaga. Biz xudo xolisa kechki payt kiramiz. فجرا جئت بعد العسر Mana Madinada yomg'ir ham ko'rdik, Xudoga shukr. Qalay opa? أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي. Syomkalar faqat mana shu liftda bo'layotgandek tuyulyapti. Nega? Har doim shu kursam bo'ladi. Bugun 3-yoki 4-marta shu yerda olishim. Hozir endi opamlar bilan biz Ravzaga
kirishga ketamiz. Adamlar bilan kuzatib qo'yinglar. Xudo xohlasa. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك 20 yil oldin adamlar oyimlar bilan hajga kelganlarida aynan mana shu soatda metka qilib ketishar ekan. Ya'ni namozdan chiqqandan keyin shu soat tagida ko'rishib olishar ekan. Mana мороженое olamiz. O'sha знаменитый rozalar sochib beradi. Mana 60 real bo'ldi 3 tasi. Xudoga behisob shukr, yana bir orzuim amalga oshdi. Ya'ni onamlarni tavallud topgan kunlarini Madina shahrida o'tkazish. Aynan shu joyda O'zbekiston vaqti bilan soat 12:00 edi. Bugun 3-kunimiz. Boshlanishi hozir. Undoq namozga ketamiz. لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة Mana zavtrakka chiqdik. Ovqatlarni ham obzor qilib ketaman. Так. Burada adamlar. Bu ham необычный narsa aytadi-chi. Bu nima ekan? Bilmayman. Achchiq ekan lekin. Bu anjir bo'lmaymi? Bu yerda non и ozgincha shirinlik. Ko'rinishda biza yana bitta o'tiramiz. Bomdoddan keyin mana zavtrakamiz. Shu ko'rgan narsalarimdan mana posterib oldik. Opamlarniki. Bunaqa suqamiz uchamiz. محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا Hozir ozgincha bozor aylanib keldik. Endi narsalarni qo'yib, sizga ketamiz. Xudo xolisa. Xudo xohlasa. Shunaqami? Tamam bo'lsa. Tug'ilgan kuningiz bilan. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله Ichkarida hozir tashqarida o'qiylik dedik. Birinchi klan tegida ichkarida ko'p o'qidik. Shuning uchun hozir bu yerda o'qiylik, duo qildik. Havo yaxshi. Ha. Mo'tadil. Sug'uramiz. Tak, Pasha bilan bir istoriya bo'ldi. Endi mayli uni ayta olmayman. Erkaklar mana Baqiy qabristoniga kirib ketishyapti. Ayollarni kirgizishmas ekan. Adamgilar ham hozir o'sha eshikda ko'rishib, keyin kirishadi. Juda go'zal. Hozir endi asrdan keldik opamlar bilan. Hozir nima qilamiz opa-dilda ishlarimiz qilib, keyin shomga chiqamiz xudo xolasa. Hozir endi xonamizdan obzor qilib beraman. 823 bizani xona. Kirganda mana shunaqa ko'rinadi. Tak. Bu yerda odamlar yotibdilar, bu yoqda o'z opamlar, bu yoqda papam man bo'lishim kerak. И вот здесь вот так. Mana narsalarim.
Ну и, конечно же, anaqa narsalar. Bittaman и bu safar 4 ta suv tashlab ketishibdi. Bu yoqda xolodilnik bor, shkaf. Bu tomonda shunaqa oyna, kravat yonida. И bu yoqda sanuzel. Bu yoqda o'sha mana vagon sredстволарim. Bu yoqda dush. Gладильная доска bilan uchuq dazmol bor ekan. В принципе, красивый, уютный номер. Shom o'qishga opamlar bilan yana Qashqar Nabaviyga keldik. Hozir yana tashqarisida o'qiyapmiz. Chunki namozni tez o'qib, keyin odamlar bilan ko'rishib, otelga boramiz. Otelimiz примерно 200 metr narida, yaqin. Dushin qilib, keyin yana tez qaytib kelib, xufton o'qib, ana undan keyin otelda gruppamiz bilan ko'rishib, muzeyga ketamiz. Ekskursiyamiz bor bugun. Пока что bugunga shunaqa planlar. أشهد أن لا إله إلا Bangkokga ketamiz, Bangkokda o'qiganim. Keyin zavtrak qilib, ekskursiyaga ketamiz, xudo xolisa. Shunaqami? Xudo xolisa. Zavtrakimiz, hozir odamlarni kutyapman. Opamlar kofe qilib kelayotgan ekanlar. Mana bunaqa narsalar. Ana. Qulog'imni tepasi bilan. Tavsiyangga. Voy, qattan bu. Voy, malades, qattan. Xo'p, biz Uhud tog'idamiz. Mana mashitdan boshlanadi. Shundoq tugaydi. Xolid ibn Valid orqa tomondan o'tib kelib, xuddi shu joyda zarba berganlar, shunda musulmonlar mag'lubiyatga uchrashgan joy ekan. Uhud tog'idan qaytyapmiz. Shahidlar maydoni, 70 ta shahid ko'milgan joy. Hazrati Hamza ham shu yerga ko'milganlar, payg'ambarimiz amakilari. Jang bo'lgan joy mana shu yerda jang bo'lgan. Bomdoddan peshingacha musulmonlar g'alaba qozongan ekan. Peshindan keyin kamonchilar pastga tushib ketgandan keyin peshingacha 17 martacha ularning bayrog'i tushirilgan ekan mushriklarning. Ular qochishni boshlagandan keyin bizankilar quvlashni boshlagandan keyin musulmonlar keyin Xolid ibn Valid orqasidan hujum qilgandan keyin shu yerda yutqizilgan ekan. Yutqizilishiga sabab chang to'zon bo'lib ketganda musulmonlarni chopib yuborgan ekan. Hech kim bir-birini tanimay qolgan ekan. Dushman qayoqda, musulmonlar qayoqda ajratib olmay qolishgan ekan. Shunda musulmonlarni chopgan ekan. Juda ham qattiq jang bo'lgan joy ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yuzlariga temirlar kirib ketgan ekan. Kamonchilar turgan joy. Kamonchilar tushib ketishgan ekan. Keyin kamonchilarning nomini hech qachon hech qayerda yozilmagan ekanki, xatolarni yuzligiga solmaslik uchun. Hech kim hech qachon gapirmagan ekan, sallanada biz yutqizdik deyilmagan ekan. Shundan kelib chiqib aytilar ekanki, musulmonlar birovning aybini oshkor qiluvchi hisoblanmas ekan. Birovning aybini ko'rganda bekitib ketish musulmonlarga xos ish ekan. Ketdik. Qalay? Yaxshi gapirdimmi?
Choy, ravzani, mushkamlar hidli choy ichdik. То есть rozaga o'xshash maza keldi. Hozir avtobusga chiqdik, qolganlar chiqishni kutamiz. Hozir Qubo masjidiga keldik. Bu birinchi masjid ekan. Islom tarixida birinchi qurilgan masjid ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu tomondan kirib kelgan ekanlar, birinchi bo'lib. Shu yerda bir qari kampir uyida joylashgan ekanlar. Shu yerda boshlangan ekan islomni da'vat qilish. Keyin shu yerda masjid qurilgan ekan. Keyin bu yerda bu shunaqa rayon ekanki, juda ham xurmolari ko'p, qudulari ko'p, elitniy rayon bo'lgan ekan, qisqasi Madinani. Shu yerda ahllari kutib olishgan ekan. Mana bu yerda qudu bo'lgan ekan, misol uchun mana o'nni. Shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyoqlarini tiqib o'tirishni yaxshi ko'rgan ekanlar. Shu quduni salqinligiga. Shu qududa Abu Bakr Siddiqqa, Hazrati Umarga, Hazrati Usmonga jannat vojib bo'ldi deb aytgan joylari shu ekan. Bu quduning ikkinchi nomi Xatm deyilar ekan. Xatmning ma'nosi uzuv ekan. Hazrati sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning uzuvlari o'zlaridan kelgan Hazrati Abu Bakr Siddiqqa qolgan ekan. Ulardan keyin Hazrati Umarga, ulardan keyin Hazrati Usmonga qolganlarida shu quduga kelib o'tirganlarida Hazrati Usmon sahobalarni eslab o'zlari xalifalik paytlarida uzuv quduga tushib ketgan ekan. Keyin qidirib topisha olmagan ekan. O'zi shundoq ham fitnalar bo'lib turgan paytida uzuv yo'qolganiga yana hamda fitna kuchayib, oxiri qatl qilishgan ekan Hazrati Usmon alayhissalomni. Shu joy tanilib qo'ygan ekan, shuning uchun belgi qo'yib ketilgan ekan. Xo'p, endi bu tarix. O'zimizning tarixga keladigan bo'lsak, rahmatli onamlar bilan Madinadan Makkaga ketayotganimizda roppa-rosa 20 yil oldin shu avtobusimiz to'xtagan. Kechqurun kelganmiz biz. Sovuq shamol bo'layotgan payt edi. Bu yerda miqot qilib, biz ichkariga kirib, g'usl qilib, ehromlar o'rab chiqqanmiz. Shunda onamlar rahmatligini mana shu joydan ketayotganda bo'tlar remont bo'layotgan edi. Shunda yo'lkadan chiqib borganda men o'sha burchakning o'rnida burchak deydi dovollar oldida onamlarning rahmatligini kutib olganman. Hamma hojilar chiqib ketgan. Oxiri bu onam chiqqanlar. Hammadan so'rab turgan joyim. Onamni ko'rmadinglarmi deb turgan joyim shu bo'ladi. Rahmatli onamlarni olganman. Keyin chiqib avtobusga o'tirib ketganmiz. Tarixiy joylar, ichkarida namoz o'qigan joylarimni ham ko'rdim. Bo'ldi. Sen hali ham o'zsan shpionka? يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Kunlarimiz вообще tez o'tadi. Mana hozir ujinga keldik. Xuftondan kelgan. Hozir tez ujin qilib kelgan va xohlasa Xuftonga ketamiz. Mana bunaqa. Men buni oldim. Men bag'rimni senga berib qo'yaman. Kichkina hojat topaman. Qancha? Hammalardan ikkitadan, mendan bitta-bittadan. Mana qizim qarash bor. Mana bugun qarshi 4-kun opamlar endi o'zlari mana zamzam quyib ko'ryaptilar. Bosasiz. Ha, ana. Bugun Londondan kelgan, ozgincha o'tirmoqchi edim, so'ng tikra ochilishini kutmoqchi edim o'zimcha. No, zoytiklani. Bilmayman, rasmiyasi yo'q ekan вообще. Qolgan payt ochib, qolgan payt yopilyapti. No, ochilayotganini ko'rmadim, yopilayotganini bir marta kecha ko'rdim. Hozir bomdaqqa ketamiz. Evring.
hozir yana Mahmud kabobga keldik. Mana o'zligiga osh aytishdi. Men yana akroshka somsa aytgan edim. Nima oldingiz? Ikkita joy namozi oldim. Kumush var. Kumushlar bor ekan. Assalomu alaykum. O'zbek. Mashallah. O'zbek Arab. Javob kumush var. Mahmud kabobga borib kelib, narsalarni oldik ichidan yana otelga tashlab, hozir yana qaytib ketamiz. Keyin Xudo xohlasa asr ketamiz. Yo'q. Qasqa ketamiz. Shomga Xudo xohlasa. Nima kelgan? Indan keyin xufton. Indan keyin qaytamiz. Ikkita namoz bittada. Ungacha masjidda Ungacha namoz o'qib, ibodatda bo'lib, duolar qilib, bugun oxirgi kunimiz, ertaga ketamiz Xudo xohlasa. inshaalloh. Nima bilan mehmon qilishdi? Osh bo'lsin. Yomg'ir yog'ib o'tibdi, hozir tomchilayapti. Biz ovqatlanib, hujum qilib, hamma namozimizni o'qib oldik. Mana biz tayyormiz. To'g'ri? Ketamiz endi. Xudo xohlasa. Chemadonlar tayyor. Usti bo'larkan. Biz mana shu vokzaldamiz. Voy, masala uchun mana. Oila boshqa ushnami? Shakar sifat kukuruzning nima yo'q? Ana тоже biletlarimiz. Madinadan Makkaga poyezdda ketishimiz kerak edi. Poyezdga chiqdik, lekin poyezd yurmadi. Keyin reyslar bekor qilinganini xabarini berishdi. Poyezdning o'zi xavotir olmagan Hoji Akbar. Xudo xohlasa mashinada boramiz, borgandan keyin xabarni berib qo'yamiz. Xavotir olmaydi. Shu tarzda Allohning ismi bilan soat 11:00 da Makkaga yetib oldik.
yerga keldik. Hozir endi mini room tur qiliberaman. Tak. Hali ochib ko'rmadim. O'tlada utyug bor ekan. Qaytingni doska bilan. Так, санузел ko'rsatib o'tib keta qolay. Чистенько, аккуратненько. Так, и вот xonasi. И вид. Красота. Mana shunaqa vid ekan. Bunisi ketibdi. Haram bilan soat ko'rinar ekan. Soat ham mana soat tepamizda turibdi. Bizani kech kelganimiz uchun bizga xonaga shunaqa ujin qilib berishdi. Bu oynasi bunaqa ekan. Bijir-bijirmi? Ha. Biz hozir umrani 3 ta amalini qilib keldik. Bittasi qoldi. Hozir odamlarni kutyapmiz. Odamlar sochlarini kestirgani yoki osh oldirgani ketdilar. Kesil endi bilamiz nima qildilar. Shu hozir opamlar bilan mana bitta qarab ko'rib o'tiramiz. O'ta soat orqada haram. Shu endi umramalda videolarga olmadim. Chunki to'liq bajarishni xohladim. Hech narsa boshqa dunyoviy narsa hayolimda bo'lmasligi uchun Xudoga shukr yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman. Hali ehromdan chiqmadik. Xudo xolisa oxirigacha shunaqa chiroyli bo'lsin. Tavof qilganimiz juda chiroyli o'tdi deb o'ylayman. O'zimga o'sha payt ham не передать это словами. Ayollar o'rtada, erkaklar ayollarni dumaloq o'rab olishgan. И лишнее давление yo'q deb o'rtadagi ayollarga. Классно. Xotirjamlik. Hali. Kalla demayinglar. Shu bilan Makkadagi g'animat kunlarimiz boshlandi. Iloji boricha vaqtimizni Al-Haramda ibodatda o'tkazishga harakat qildik, tavof qildik. Shu sababdan Makkadan videolarim kam. Shom bilan xufton namozini Oysha opa bilan birga o'qidik. Doding qalay doding? Yechi. Taniyapsan meni? Boshim mana boshim. Chochim qolib ketdi chochim qizim. Bitta o'pib qo'y meni, men o'qib qo'y. Bitta o'pib qo'y meni, o'qib qo'y. Boshlardan o'pib qo'y. Voh jonim meni, o'zim asal qizim. Bomdod namozidan keyin mehmonxonamizga qaytib bordik. Bu yerda nonushta qildik. Nonushtadan keyin ziyoratlarimiz bor edi.
المعلم. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Ziyoratlardan kelib Al-Haramda peshin namozini o'qib oldik. Undan keyin mehmonxonamizga kelib asr namozini mehmonxonada 36-etajda dunyodagi eng balanda joylashgan masjidda o'qidik. Keyin bo'lsa adamlar opamlar bilan menga morojniy olib berdilar. Shukron. Mana endi tinchdanmiz mana. Qale. Mana makka haqiqiy. Rahmatli onamlarga shuni olib beradi. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري أشهد أن لا إله إلا Do'lenol. Rahmat. Sizga. Anchdan bir video Sadajon. Ketamiz. Qaramga. Xali bo'tdi kunlaringiz. Turkiya. Tomga. Tomga chiqavar. Uchta to'plar onam borgan joyga. Zamzam suv olib beramiz. O'tiramiz. Eskalatorda chiqadi. Bizdan qayerga chiqish kerak? Bomdodga, shomga Xitoyga chiqsa bo'lar ekan bo'tga. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. Mana bugungi oxirgi ujinimiz. Ujin qilib keyin ketamiz Xudo xolasa. Kimga kirmasin. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Yoqimli ishtaha bu. Mana shirada yoqdi bizga, menga yoqdi, bu ham bemoqdi. Xudoga shukr. Umra qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Mana umralarimizni, amallarini juda chiroyli tarzda boshlab ado etdik. Ojizonalik bilan qilgan ibodatlarimizni Allohim o'z dargohida qabul etsin. Duolarimizni o'zi xayrli qilimizda javob qilishidan umidvormiz. Yana ko'p umra hajlarga kelish nasib qilsin. O'z maqtashuvdi mana shu biratdan qaysini narsalarni dejan yaxshi ekan. Zo'r ekan. Bizning reisimizga kechiktirilganligi sababli biz Qubo masjidiga bomdod namozini o'qigani keldik. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim.
Surely we've wronged ourselves. What will we say in front of it? Shu bilan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qilgan ibodatlarimizni Xudoyim o'zi dargohida qabul qilsin, xato va kamchiliklarni o'zi kechirsin. Ilohim barchaga ota-onasi bilan birgalikda kelib, ulug' maskanlarda duoligini olish nasib qilsin. Bu meni birinchi vlog videoyim va bundan maqsad birinchi o'rinda o'zim uchun esdalik bo'lib qolishi. Hamma tomosha qilganlar uchun rahmat.